Kelinglar bugun sizlar bilan Amerikaga kelish haqida gaplashamiz. Let's go. Ko'pchilik Amerikaga kelishni asosan ikkita yo'lni bilishadi. Birinchisi green card'ni topshirish va ikkinchisi esa student bo'lib o'qishga kelish. Hozir men sizlarga Amerikaga kelish mumkin bo'lgan barcha yo'llarni aytib beraman. Agarda shu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, bularning ichida sizga ham to'g'ri keladigan viza turini topib, o'zingiz topshirishingiz mumkin va nasib qilsa Amerikaga kelasiz. Bugungi vizalarni bir viza turi bilan boshlasak va bu qanaqa viza desanglar, Amerikaga keladigan mehmonlar uchun B vizasi haqida. B1 viza bu biznes safari uchun, B2 viza esa bu turizm uchun. B1 va B2 vizasi ikkalasi uchun ham ko'pchilik mana shu ikkita vizani birgalikda olishadi. Kelinglar endi sizlar bilan B1 ga va B2 ga alohida chuqurroq kirishsak. Bugungi videoni Times Square'da boshlaymiz. Ana bo'lmasam ketdik. B1 vizasi bu qisqa muddatli biznes ishlari uchun. B1 viza bilan nimalar qilish mumkin? Uchrashuvlarga borish, konferensiyalarda qatnashish, shartnomalar ustida gaplashish, biznes hamkorlari bilan maslahatlashish yoki professional trening o'tish uchun kelsa bo'ladi. Mana shulardan birontasi sizga bog'liq bo'lsa, topshirib ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tishim kerak, bu viza turi bilan siz Amerikada ishlay olmaysiz. Agarda ishlamoqchi bo'lsangiz, boshqa viza turi sizga kerak bo'ladi. B2 vizasi bu turizm, oila do'stlar bilan uchrashish va tibbiy xizmat uchun viza turi. Amerikada dam olmoqchimisiz? Turli shaharlarga sayohat qilmoqchimisiz? Diqqatga sazovor joylarni ko'rib chiqmoqchimisiz? Madaniyat bilan tanishmoqchimisiz? Yoki-da do'stlaringiz yoki oilangiz tashrif buyurishni xohlaysizmi? Mana shuning uchun turizm va sayohat vizasini olsangiz bo'ladi. Agarda kimgadir Amerikada mavjud bo'lgan tibbiy yordam yoki operatsiya kerak bo'lsa, B2 vizaga topshirish mumkin. Tasavvur qiling, sizda kasalligingiz bor va siz bu kasallikni Amerikada davolamoqchisiz. Shu orqali B2 vizaga topshirib kelishingiz mumkin. Hattoki pajarni ham probkada qolib ketadi. Times Square kelganda. Odamga yo'l yo'q, pajarniga yo'l bo'lsin degan. Bu ikkala B1 va B2 viza bilan Amerikada uzoq qolib bo'lmaydi va aytgancha bu viza vaqtincha viza, ya'ni Amerikaga vaqti bilan kelib turish uchun kerak bo'ladigan viza. Endi bir savol tug'iladi. Bu statusni boshqa viza turiga o'zgartirish mumkinmi? Ha, albatta o'zgartirish mumkin. B1 va B2 vizadan boshqa viza turiga o'tish mumkin. Yana bir narsa bor, 90 kunlik qoida degan. Bu agarda siz Amerikaga kelib turib, tezda statusni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, immigratsiya bu narsadan shubhalanishi mumkin. Agarda o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, shu 90 kundan keyin o'zgartirsangiz ancha ishonchliroq bo'ladi. Keyingi viza turi haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin. F1 vizasi va bu o'sha talaba vizasi. Agarda siz Amerikaning kollejida, institutida yoki til maktabida deymizmi yoki qanaqadir akademik o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga F1 vizasi kerak bo'ladi. Hozir bitta narsaga ko'zim tushdi. To'g'rida bolalarni o'ynash uchun bitta ko'chani yopib qo'yishgan ekan. Maxsus. Demak, bu yerda maktab bor. Mana bu yerda. Keyingi viza haqida gapiradigan bo'lsam, bu M1, ya'ni kasb-hunar o'rganish vizasi. Agarda siz Amerikaga o'qish uchun emas, ya'ni universitetga emas, kasb-hunar o'rganish uchun kelmoqchi bo'lsangiz, sizga M1 vizasi kerak bo'ladi. M1 vizasi kimlar uchun? Agarda siz oshpazlik kurslari, uchuvchilik maktabi, sartaroshlik va kosmetika
mexanik va texnik kurslar, elektrik, santexnik, duradgorlik yoki kompyuter texnik kurslari haqida o'zingizni malakangizni oshirmoqchi bo'lsangiz, bu vizaga topshirib ko'rishingiz mumkin. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, malaka oshirish uchun Amerikaga kelsangiz bo'ladi. Manimcha, G1 viza deb eshitgansiz yoki bo'lmasa Work and Travel deb eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu studentlar, asosan studentlar yozgi ta'tilda Amerikaga kelib aylanib ham ishlab ketishadi va eng qizig'i shundaki, bu vizaga topshirish uchun talaba bo'lish shart emas va siz ham G1 vizaga topshirib ko'rishingiz mumkin. G1 vizasi bilan yiliga 300 mingdan ortiq boshqa davlat fuqarolari AQShga keladi va bu eng mashhur madaniy almashuv vizalaridan biri. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Agarda obuna bo'lgan bo'lsangiz, unda like bosib qo'ying. Ko'proq odamlarga yetib borishi uchun. Agarda sizga Amerika hayoti va foydali kontent kerak bo'lsa, Telegram kanalimga taklif qilaman. U yerda to'g'ridan-to'g'ri menga savol berishingiz mumkin va tezroq javob beraman. Haqiqiy Amerika hayotini Telegram kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Amerikaga kelishda eng oson va eng qiyin bo'lgan yo'llardan bittasi esa bu green cardni topshirish. Nima uchun oson deyilyapti? Chunki green cardda har yili o'ynaladi va o'ynalgan vaqtda siz topshirib yutishingiz mumkin va Amerikaga bemalol kelishingiz mumkin. Nima uchun qiyin deyilyapti? Chunki green cardda aynan sizga chiqmasligi mumkin. Chunki sistema random orqali odamlarni tanlaydi va odamlarning soni ham juda ham ko'p. Bizga yaqinda qish keladi, dekabr oyi. Hozir noyabrning oxiri. Daraxtlarni ko'rishingiz mumkin. Holi ham yam-yashil. Mana bu yerda o'tlar. Holi ham yashil atmosfera bor. To'g'rida kuz atmosferasi ham bor. Ammo bizga qish yaqinlashyapti. 4 ta fasl ham ko'rish mumkin bitta shaharda o'zida. Keyingi viza turi haqida gapiradigan bo'lsam, bu Investment Based Immigration, ya'ni EB-5. EB-5 bu Amerikada green card olish uchun eng oson bo'lgan usul va bu qanaqa viza turi deb so'rasanglar, bu Amerikada biznes qilmoqchi yoki investitsiya qilmoqchi bo'lgan shaxslar uchun. Amerikada kamida 10 ta odamga ish ta'minlab bersanglar, sizlarga bemalol green card berishadi